Barakami? Baraka. Baloga oldindan bana berib qo'ysangiz, qolganini keyin gaplashamiz. Qanaqa bo'lay do'stim? Bankka boramiz. 1-apreldan boshlab ko'chmas mulk va 10 yildan oshmagan avtomobillar oldi-sottisida hisob-kitoblar maxsus escrow hisob varaqalari orqali amalga oshiriladi. Bundan maqsad yashirin iqtisodiyot miqdorini kamaytirish va naqd pul oqimini qisqartirishdir. Xo'p, bu prezident farmoni avtomobil olish-sotish bozorida qanday aks topdi? Keling bu haqda batafsil bugungi videomizda gaplashamiz. Avtoelon.uz kanaliga xush kelibsiz. Okay, kimlar bilan gaplashasiz? Yura qoling. Olib ketdik qog'ozlarni. Okay, keling, bank qilmaylik. Tez tirs bo'ldi, ketdi. Do'stim, yangi farmonga ko'ra barcha oldi-sotdi operatsiyalar endi maxsus elektron tizim orqali amalga oshirilishi shart. Bu elektron tizim o'zaro notariuslarni va banklarni bog'lab turadi. Banklarda qiladigan ishimiz quyidagidek. Kelamiz, escrow hisob varaqasini ochish uchun ariza to'ldiramiz. Arizada to'ldirilgan ma'lumotlarni siz ko'rishingiz mumkin. Kelishilgan miqdordagi summani escrow hisob varaqasiga joylaymiz. Bo'ldi. Markaziy bank tarafdan belgilangan maxsus to'lovlar haqida gapirib o'tsam, siz ekranda ko'rib turgan davlat ulushi bo'lgan banklarda to'lov bazaviy hisoblash miqdorining 25% ni tashkil etadi. Hozirgi kunda bu 103 ming so'mga teng. Qolgan tijoriy banklarda esa to'lov mustaqil ravishda ichki nizomga ko'ra belgilanadi. Bo'ldimi, aka? Odamlaringiz bilan gaplashib bo'ldingizmi? Notariusga bora qolaylik tezroq. Notariusda esa g'ayritabiiy bir narsa yo'q. Barchasi standart muolaja. Rozi rizolik 5 bitim amalga oshirildi. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, agar sizda chiqindilarni olib chiqish xizmatidan qandaydir qarzdorlik bo'lsa, notarius bitimni amalga oshirmaydi. Bu esa faqatgina avtomobil oldi-sottisida amal qiladi. Avtoelon.uz ilovamizning xabarlar bo'limida biz avtomobil oldi-sottisida mavjud bo'ladigan to'lovlar haqida alohida maqola yozganmiz. Bizning ilovamizda siz nafaqat avtomobilni olib sotishingiz mumkin, balki oxirgi xabarlardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Avtoelon.uz har taraflama qulay ilova. Aka, ko'p gapirar ekansiz. Bankka borish kerak yana. Tezlashaylik. Bo'ldi aka, salomat bo'lasiz. Lekin shuni ancha tezroq qilsak bo'lardi. Tushunmadim. Qanaqa qilib? Barakami? Baraka. Aka, to'xtang. Bilaman, hozir yangi tizim, yangi farmonni boshlaysiz. Lekin siz ketayotgan yo'lingizda bir nechta kamchiliklar bor. Birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak edi? Bankka borishimiz kerak edi. Ana, mashinalar asosan qaysi kunlar sotiladi? Shanba, yakshanba. Ana, keling o'tiringchi. Pulingiz aka valyuta bo'lsa nima qilasiz? Qayerda almashtirasiz? Chiqindilardan qarzingiz bo'lsa qayerdan to'laysiz? Keling-da aka, bugun bonagini bering-da, qolganini begim kunlari gaplashamiz. Xo'p, notariuschi. Yangi chiqqan farmonda bir qancha kamchiliklar va savol uyg'otuvchi taraflar mavjud. Misol uchun, bozor kunlari olish-sotish shartnomasini siz qanday qilib ro'yxatdan o'tkazasiz? Siz escrow hisob varag'ini majbur begim kunlarida ochishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari, bu muolaja juda uzun bo'lganligi sabab barcha insonlar avtomobilni real narxini ko'rsatayotgani yo'q. Simvolik 100 ming, 200 ming narx ko'rsatilyapti. Bu qismini na farmon, na qonun nazorat qilyapti. Aslida joriy qilingan intizom to'liqona iste'molchilarning haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Misol uchun, siz kelishdingiz, avtomobilni to'liq narxini shartnomada ko'rsatdingiz. Mabodo keyinchalikda avtomobilda oldindan aytilmagan qandaydir kamchiliklar bo'lsa, siz bemalol ishni sudga oshirib, avtomobilga to'langan pulni qaytarib olishingiz mumkin. Hozirda esa qandaydir bir kamchilik chiqib qolsa, barcha xarajatlarni siz o'z cho'ntagingizdan to'lashingizga to'g'ri kelyapti. Bu kabi tizim qo'shni Qozog'istonda ham mavjud. Bu mavzuni batafsil bilish uchun bizning hamkasbimiz Timur akaga murojaat qilamiz. Timur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Said Alim. Qozog'istonda avtomobilni bank orqali sotish tizimi anchadan beri ishlaydi. Kamida 5 yildan buyon. Aslida bu jarayon undan ham oldinroq pandemiya va karantin davrida odamlar mashinalarni qandaydir tarzda qayta rasmiylashtirishi kerak bo'lgan paytda boshlangan. O'shanda bizadagi e-Go tizimida avtomobilni onlayn qayta rasmiylashtirish funksiyasi paydo bo'lgan. Keyinchalik bu jarayonga banklar ham qo'shildi. Kaspi bank birinchi banklardan bo'lib shunday xizmatni taqdim etdi. Bunda xaridor bilan shaxsan uchrashish shart emas edi. Hammasi telefon orqali rasmiylashtirilishi mumkin.
shu yerning o'zida pul o'tkaziladi va natijada siz mashinani deyarli uchrashmasdan turib qayta rasmiylashtirasiz. Shunda Timur aka, bu tizimda notariusni o'rni yo'q bo'lib qolyapti. Ya'ni siz to'g'ridan to'g'ri notariusga borib xuddi shu narsalarni qilishingiz shart emas, to'g'rimi? To'g'ri, natijada barcha shartnoma telefonning o'zida avtomatik shakllanadi. Ya'ni bank mening ham xaridorning ham ma'lumotlarini umumiy Yegov bazasidan avtomatik tarzda oladi. Bularning barchasi yagona shartnomaga birlashtiriladi va biz buni tizim orqali tasdiqlaymiz. Shunda notariusga borish hojati yo'q. Men yaqinda mashinamni sotdim. Ofisda o'tirib ishlayotgan edim. Mashinani sotishga qaror qildim. Xaridorning ma'lumotlari keldi. Men esa hamma joyda ha roziman, hammasini tekshirdim, muammo yo'q deb tasdiqladim xolos. Pul hisobimga tushdi va mening ishtirokimsiz mashina ro'yxatdan chiqish jarayoni boshlanib bo'lgandi. Jarayon juda tez ishlaydi. Keyin xaridor o'zi borib raqamlarni olib, yangi raqamlarda mashinasini haydab ketadi. Timur aka, oxirgi savol, bu umumiy tizimdan qanday afzalliklar sizlar ko'rdinglar? Birinchi navbatda bu albatta bitimning shaffofligi. Oldin odamlar turli qog'ozlarni imzolardi va ularning yuridik kuchi qanday ekanligini aniq bilmasdi. Hozir esa bitimning tozaligi ancha oshdi. Albatta, hali ham hammasi to'liq va to'g'ri rasmiylashtirilmayotgan bitimlar ham bor. Lekin bank orqali rasmiylashtirilganda menda ko'proq ishonch va xotirjamlik paydo bo'ladi. Hamma hujjatlar qonuniy rasmiylashtirilgan. Mening ham, xaridorning ham imzolari bor. Hammasi joyida. Ikkinchidan, agar men avtomobilni to'liq narxini ko'rsatsam va xaridor ham aynan shu summani menga o'tkazsa, ya'ni bir qismi bu yerda, bir qismi boshqa yerda bo'lmasa, ertaga biror bir muammo yuz bersa, xaridorda sudda dalil sifatida foydalanish imkoniyati bo'ladi. Ortiqcha tug'dirayotgan noqulayliklardan tashqari, bu yangi farmon hech qanaqasiga yashirin iqtisodiyot bilan kurashayotgani yo'q. Aksincha, huquqiy normalar kolliziyasiga olib kelyapti. Taniqli deputat Rasul Kushurbayev o'z ijtimoiy tarmoqlarida ushbu farmon to'g'ridan to'g'ri fuqarolik kodeksiga lekin bu umuman boshqa hikoya aka. Keling, pulimni bering aka, tugataylik. Sizlar bilan Sharipov Saydolimxon bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarda xudo xolisa ko'rishguncha.